Boshlang'ich to'lov $800 ga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat, rangi oq, kraskasini albatta o'z uchun tekshirib olasiz. Holati yaxshi. Patologlari, torpedka qismi, obshipka qismi, zavodskiy balonda. Xo'p, orqa sidyalar, patologlari yaxshi, machalkalari ezilib ketmagan. 90 talik gaz balon qo'yilgan. 123 ming yurgan. Holati yaxshi, korobkasida motorda ishi yo'q do'stlar. 4-pakalena metan. Holati yaxshi. 1 yildan tortib 5 yilgacha bo'lgan muddatda avtokreditga chiqadi. Svet lampa, polosali. Agar sizda bosh to'lovga Nexia 1, Nexia 2, Matiz, Tico, Damas, Spark mashinasi bo'lsa ham, bosh to'lovga olib qo'ygan holatda oliq to'lovlarni kamroq beramiz. O'ziga yoqqan variantda. Sotuvda boshqa avtomobillar ham bor. Mazur Toshkent shahri, Sergeli mashina bozorida joylashgan. Pastda raqamlarini qoldiraman. Sotib berish xizmati ham bor, sotib olishingiz ham mumkin. Kelishilgan narxda generalni olib qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Mana shu sotuvdagi avtomobillar kelib, ko'rib, tepasida narxini kelishimiz mumkin.